Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mening ismim Xushnudbek. Siz meni YouTube kanalimni tomosha qilyapsiz. Ushbu YouTube kanalimda men sun'iy intellekt, Telegram botlari ishlab chiqish, web dasturlash va barcha IT texnologiyalariga oid ma'lumotlarni va videolarni joylab boraman va sizlarga kerakli materiallarni taqdim etib boraman. Demak, ushbu videoda men sizlarga Telegram botlarda rangli inline tugmalarni hosil qilishni ko'rsataman. Mana bunaqangi chiroyli rangli inline tugmalarni qanday hosil qilishni ko'rsataman. Demak, men o'zim yaratayotgan Telegram bot misolida ko'rsataman. Men bu yerda chiroyli menyular hosil qilib, mana shu rangli tugmalardan foydalanganman. Mana shu video uchun maxsus men mana bu botni yasadim va rangli tugmalardan iborat menyuni hosil qildim. Mana shu menyudagi rangli tugmalar qanday hosil qilinishini va qanday ishlashini tushuntirib o'taman va ushbu botning faylini men o'z Telegram kanalimda qoldiraman. Mana shu yerdan bemalol olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi va bundan tashqari ushbu Telegram kanalimda sun'iy intellekt, Telegram botlar, web dasturlashga oid barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin va internetda foydali bo'lgan saytlarning ro'yxatini ham olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, videoni dasturiy qismiga o'tamiz. Ushbu bot kodini men PHP dasturlash tilida yozganman va PHP ning hozirgi kundagi eng oxirgi versiyasi 8.4 versiyasida yozganman. Demak, bizda ikkita fayl bor. Ushbu fayllarni zip formatida men Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Bemalol Telegram kanalimdan olib foydalanishingiz mumkin. Telegram kanalim havolasini video ostida qoldiraman. Demak, bizda botning asosiy fayli bor va funksiyalar yozilgan fayl. Demak, biz avval botning asosiy fayliga kirib ko'rib chiqamiz. Demak, biz botga start buyrug'ini berganimizda mana shu rangli tugmalardan iborat xabar yuboriladi. Demak, bu yerda bizda inline key funksiyasi bor. Inline key funksiyasi orqali biz 4 ta alohida tugmalarni hosil qilganmiz. Demak, bu yerda bizda default yarim shaffof rangdagi standart tugma, green yashil rangdagi tugma, blue ko'k rangdagi tugma va red qizil rangdagi tugma. Demak, bu yerda bizda birinchi qiymat bu tugmaning matni hisoblanadi. Keyingi qiymat bizda callback data. Keyingi qiymat bu yerda hozircha 0. Bu yerda tugmadagi custom emoji ID raqami ko'rsatiladi, ya'ni Telegramning premium emoji ID raqami ko'rsatiladi. Demak, bu yerda 4-qiymat, bu yerda bizda inline tugmani rangini belgilovchi asosiy kalit so'zlar yozilgan. Demak, bu yerda default, success, primary va danger. Demak, success so'zi bizda yashil rangni belgilaydi, primary bizda ko'k rangni belgilaydi va danger qizil rangni anglatadi. Demak, bu yerda menyu o'zgaruvchisi ichida biz JSON encode orqali inline tugmaning menyusini hosil qilganmiz. Endi funksiyalar yozilgan faylga kiramiz va funksiya qanday tuzilganini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda bizda ikkita funksiya bor. Birinchisi emoji funksiyasi. Bu bizga hozircha kerak emas, lekin keyingi videolarda emojilarni qanday qilib Telegram botlarida ishlatishni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda bizda inline key funksiyasi. Ushbu funksiya orqali biz inline tugmani hosil qilamiz. Demak, m o'zgaruvchisi yordamida biz tugmaning matnini qabul qilamiz.
C o'zgaruvchisi yordamida biz callback datasini qabul qilamiz. I o'zgaruvchisi orqali biz custom emoji ID raqamini qabul qilamiz va S o'zgaruvchisi orqali biz tugmaning rangini, stylini qabul qilamiz. Demak, bu yerda bizda text matnga javob beradi. Callback data. Keyingisi bizda premium emoji ID raqamini qabul qilish uchun icon custom emoji ID parametri orqali biz premium emoji ID raqamini qabul qilamiz. Va bu yerda bizda asosiy qismi style. S o'zgaruvchisi yordamida style ni belgilaymiz. Ya'ni bizda bu tugmaning rangi hisoblanadi. Demak, agar siz nimanidir tushunmagan bo'lsangiz, izohlarda bemalol so'rashingiz mumkin. Men albatta javob beraman va ushbu faylni olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Agar savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring yoki keyingi videolar qaysi mavzularda bo'lishini xohlaysiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.